Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Bugun 11-aprel, hafta kuniga juma. Barchangizni juma ayyomingiz muborak bo'lsin, barchamizga omadlar keltirsin. Xudo xolasa, mana bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'onsaroy qishlog'idan Elyor akamizni firmalaridan video syomka qilyapmiz. Hop, bugungi syomkamiz o'zimda kichkinagina shu firmamdan video qilishga qaror qildim. Hop. Mana buzoqlarimiz xudo xolasa kecha yetib keldi. Soniga keladigan bo'lsak 16 bosh. Hop, yeb-ichishlari sinovdan o'tyapti bularni. Kecha kechki payt yetib kelgan bular. Hop. Ertalab hashak bermadim, bular charchoq bor edi. Hammasi yotadi. Endi obeddan ishtahaga chiqib, hammasi turib yalanib qolgan ekan. Bularga hashak bilan ovqatni tashladim hozir. Hop. 16 bosh bu yerda. Ko'rganlaringdek hammasi xunojim, bular ichidan ovoz yo'q. Mana jonivorlar. Hop, bular yeyotgani hozir juvar yeyapti bular. Bachga drabilkadan chiqarib berdik. Xudo xolasa mana ishlari. Hop, buzoq boqaman, kichkina ko'chat buzoqlardan boqaman. Qanaqa boqsam ekan degan akalarga, hop, qo'ldan kelgancha endi biz o'zimiz tajribamizdan chiqib kelgan holda tushuntiramiz. Har kim har xil boqadi. Hop, asosan bularni oyiga keladigan bo'lsak, hop, 5 oylik, 4 oylik shunaqa. Mana yiriklari mana 5 oylik mana ular. 4tasi bor 5 oylik, qolganlari 4 oylik. Bu kichkina buzoqlarga hop, ho'l ovqat bermaysizlar, asosan teri kamroq berasizlar. Bir kunda bir mahal ter desa, 2 mahal mana shu juvari bilan somonni chiqarib drabilkada maydalab. Mana shunaqa bersizlar-ey. Mana shuni yaxshi yuradi, zo'r yuradi. Juvari bu ham shirin, buzoq me'dasiga tegmaydi buzoqni. Yuradi, shakar moddasi bor bilasizlar juvarida. Me'dasiga tegmaydi, xotirjam yuradi mol, qonni ham to'xtatadi. Hop, ter beradigan bo'lsalaring bir kunda bir mahal terit, 2 mahal quruq. Hop, teritga mayda kepasiga bermaysizlar, sababi bu kichkina bular sutga to'ymagan hammasi. Sutga to'ymay onadan ajragan buzoqlar. Hop, mayda kepa bersizlar, bunniga kirib qolib buzoqning mazasini qochiradi. O'shaning uchun yirik kepa berganlaring ma'qul. Men shunaqa boqaman. Yirik kepay bilan. Hop, buni yeb bo'lgandan keyin hozir orqasidan bularga bir hovuchdan kepa beraman o'sha yirikda. Shuni yeydi, orqasidan tuzni qo'yib qo'yaman. Tuzni yalab bo'lgandan keyin bitta suvini ochaman, mana suvlarni ichadi. O'zida suvni ichida suvni ichadi, shu bilan yotadi. Kechqurun hop, soat 8 da qarashni boshlayman. Hozir soat 12. Shunda buzoqda organizm yaxshi hazm qilib oladi ungacha. Hop, mana. Yeb ichish zo'r, xudo xolasa, ko'z tegmaganlar. Buzoq boqaman deganlarga foydali maslahatlar xudo xolasa qo'ldan kelgancha yoritishga harakat qilamiz. Bularni har oy men videoni xudo xolasa YouTube'ga joylayman, tomosha qiling. Hop, kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya tugmachasini bosib, obuna bo'lib qo'ysangiz, xudo xolasa foydali bo'lib qoladimi sizga? Foydali joyini o'zingizga olasiz. Biz endi 6 yil, 7 yildan beri boqib yuramiz. Hop, bularni puliga keladigan bo'lsak, narxi asosan hop 7.600.000 dan tushdi qo'yi suyug'i. 7.600.000. 6 oy boqamiz xudo xolasa. 6 oy boqamiz xudo xolasa. Hop, 150-160 ga kelib qoladi mashlar. Ash kichiklari ham 160 ga qadaydi mashlar ham kiladi. Yaxshi beradi. 6 oyda hop 5 million, 6 milliondan xudo xolasa foyda tashlaydi bular rasxoddan tashqari. Mana. Hammasini ko'ryapsizlar, yirik ko'tking. Asosan buzoq olishda, mayda buzoq olishda. Orqasidan oldiga bir qarab olasizlar, yoshiga. Mana qotma o'pagan buzoqlar bo'ladi, unaqa shart emas, u vaqt cho'zadi xolasizlar. Oyoq qo'l uzunni olaverasizlar, xunojinda asosi oyoq qo'l uzun bo'lsa, vest yaxshi bo'lsa-da, mol o'zgarishi yaxshi bo'ladi. Oyog'i kalta, qonni kattasini olib qo'ysalar, ularni o'zgarishi qiyin. Nimagaki ular qotma bo'lib sutga to'ymagan bo'ladi. Hop, YouTube'da kuzatishda davom eting. Xudo xolasa har oy men sizlarga bularni video syomkasini
chiroyli qilib joylab qanaqa boqish kerak, bir oydan keyin nima berish kerak, bu yog'i o'zi ko'k boshlanib qoldi. Xudo xolasa ma'lumotini qo'ldan kelgancha sizlarga yetkazaman. Kanaldan uzoqlashmang, sog' salomat bo'ling. Sizlar bilan Elyor Uz.